Javob beramayman. Assalomu alaykum hurmatli EPO obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'ida joylashgan metal обработка sohasi vakillari oldiga keldik. Ag'ida ham, bag'ida ham hamma joyga qarasangiz temir bilan shug'ullanishar ekan va biz asosiy maqsadimiz ushbu soha vakillari qanday brend uskunalari ishlatishlari biz uchun qiziq. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi, charchamayapsizmi? 1 minut vaqtingizni olaman. Mana ko'rib turganimdek, bizni mahsulotlar ishlatar ekansiz, aka. EPA metal ishlatamiz, EPA bolgarka hammasini. Nimaga aynan EPA bolgarkasini ishlatasiz? Endi bu EPA bolgarkamiz aka nima deydi? Baquvvat, birinchi o'rinda. Oboroti tez, narigilarga o'xshab bunaqa katta rasxod qilmaydi. Misol 3 yil, 4 yil xizmat qiladi o'sha qalin narsalarga ham. Toshlarimiz ham shu. Bez anaqa changib ketmaydi, yaxshi kesadi. Misol mana shu ham 4 mmlik lis. Ha. Turli ekan. Ha, mana shu qovurg'alarini past 1,5 ta bilan kesib yuboramiz. Boshqa toshlar bor endi 2 ta, 3 ta ham ketib qoladi ular. Bitta qovurg'aga bitta yoki 1,5 taga yetadi. Ha, mana shu bitta seli 3/1 ga 1,5 ta rasxod qiladi mana shu EPA tosh. 230 talik ekan, Ha, shunaqa 230 1,6 talik. Nariga toshlarga nisbatan bu ancha past двойной расход kam. Narigalar 3 ta ham ketib qoladi endi boshqalar. Aka, sir bo'lmasa shu bolgarkamizni necha yildan beri ishlatasiz? Endi Aynan buni emas, umuman EPAni. Meni mana shunga bir 2 yildan o'tdi. Hali yangida ishlayapti mana. Endi xunuk bo'lib ketdi, bunaqa bo'ldi, lekin yaxshi, ha. Yana bir 2 yil xizmat qiladi, xudo xolasa. Undan ko'p xizmat qiladi. Zo'r, EPAga gap yo'q. Xullas, mana EPA toshlar yaxshi, endi gap qisqa qilib aytganda, juda barakali. Bunaqa pulingiz o'zingiz bilan qoladi, hop ishlatsangiz, xullas. Yaxshi tosh. Aka, bizga qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun oz bo'lsa ham shuni bizdan ko'p o'rinda ko'rasiz, aka. Ishlaringizga omad, charchamang. O'zi zerikib turdim. Kim kelarkin deb. Assalomu alaykum aka. Hormang aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat, uzr, sizni ishdan chalg'itdim. 1 daqiqa vaqtingizni olaman. Keyin ketamiz. Mana bolgarkamiz ham EPA ekan, diskamiz ham EPA ekan, ha? Nimaga aka aynan EPAni tanlagansiz bolgarkadan? Nomeraring aka, hamma tomonlama. Hali boshqa bolgarkalarga o'xshab qaltirab ketmaydi, bir tekis ishlaydi, oboroti ham tez. Endi u diskga keladigan bo'lsak, qattiq, kesish ham yaxshi, ham chidamli, qattiq, uzoqqa yetadi. Ham hamyonbop, narigi toshlarga qaraganda chapcha arzonroq. Ha. Hamyonbop, yaxshi tosh aka. Endi biz polni shundan ishlatamiz. Nima qilasiz aka o'zi? Biz mana shu yerda ishlab chiqarish konteyner sohasi aka. Konteyner kesasizmi? Polni shu. Aytaylik, mana shu 230 talik diskimiz qanchaga yetadi? Bitta konteynerda polni chochish uchun. Nechta bilan chochib yuborasiz? Endi biz konteyner kesmaymiz bu diskda. Faqat shu lispis 3/1 eshik, peshik, masalan, bitta tosh bilan 2,5 teshik kesilaveradi. Konteyner 2,5 teshigi tozalanadi. Bitta tosh bilan 2,5 teshik. Bitta 3/1 ga shu bitta ozgina oshiqroq ketadi. Qanligi qancha bo'ladi uni eshikda? Eshikdagi 2 mm bo'ladi list. 2 mm. Yaxshi. Qanchadan boshlatasiz aka mana shu bolgarkamizni? Shu bir Ancha eskiga o'xshayapti.
Bir 3 yil, 4 yil bo'ldi mana shu bolgarkaga. 3 yil yo 4 yil. Hali rosa buzilsa mana shu kabel uzilib qoladi orqasidagi. Ha, qolgan joylar buzilmaydi. Qolgan joyi buzilmaydi. Shu ko'mir ketib qoladi, ora-sora ko'mir tugaydi. Shu kabel uzilib qoladi, bo'ldi. Boshqa kamchiligi yo'q. Kabel uzunlashtirilgan ekan. Kabel almashgan ekan, bo'ldi. Qolgan joylari Qolgan hech qayerda alishmaydi. kojuxi o'zi qo'l bola qilib yasashibdi. O'zimizga udobniy qilib moslab yasab olganmiz. O'zlariga moslab qilib yasab olibdilar. Aka, rahmat katta vaqtingizni ajratganingiz uchun. Assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamayapsiz? Uzr. Bir minut vaqtingizni olaman. Bemalol. Siz ham mana bolgarkamiz EP ekan, toshimiz ham EP ekan. Bitta ikkita savolim bor ekan. Nimaga aynan hozir EP bolgarkasini tanlagansiz? Yaxshi olasiz. Tanlaganimiz sababi epa bolgarka tez. Aha. Tezligini sifatiga yaxshi kesadi. Ha. Keyin tez kesgan hisobiga tosh transporti ham kam bo'ladi ekan. Yaxshi aka. Necha yildan boshlab aytasiz? 3 yil bo'ldi. Shuni o'ziga 3 yil bo'ldi. Yo'q, buni o'ziga 1,5 yil bo'ldi. Buni o'ziga 1 yil. Umuman siz EPA bilan ishlab turganingizga 3 yil bo'ldi, ha? Xo'p. Toshi ham EP ekan-a? Ha, toshi ham epa ekan. Modeli. Xo'p. Tosh haqida nima deyasiz aka? Toshi kачествоsi yaxshi. Ha. Ko'p uzoqqa ishlaydi, uzoqqa yetadi. Misol temir kessak, boshqa toshlarda 1,5 soat ishlasak, 1 soat ishlaymiz salkam. Shuni hisobiga yaxshi. Xo'p. Keyin pulimiz ham kam ketadi. Bu eng muhimi. Hozir qilib turgan ishingiz bilan bitta taqqoslaylik. Hozir qanaqangi lis kesyapsiz? Tomlis bu. Tomlisi bu. Bitta tomlisni kesishga qancha tosh ketadi? Xo'p, polni aylantirish uchun bitta tosh ketadi. Polni aylantiriladi, bo'lakka bo'linadi. Hozir shunchasiga bitta tosh yetadi. Bitta tosh yetadi. Zo'r bolgarkachi bo'lsa, undan ham ozroq ketishi mumkin. Bizga bitta tosh ketadi. Bo'ldi aka, siz ortiqcha vaqtingizni olmaymiz aka. Vaqtingizni ayirganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Charchamang. Arzimasa ham aka, savollarimizga javob berganingiz uchun. Bo'ldi. Ko'p o'rinda ko'rasiz. Aka, rahmat. Assalomu alaykum aka. Hormat aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Bo'shmidingiz aka? Bir minut vaqtingizni olaman. Qarasam, uzoqdan ko'rib keldim. Mahsulotingiz EP ekan. Ya'ni bizning mahsulot, EPdan keldik. Bitta ikkita savollarim bor. Nimaga aynan EPA ishlatasiz? EPA Nimaga tanlagansiz EPAni? EPA ham qulay ishlatishga, ham tez nima desam bo'ladi. Anchadan beri EPA ishlataman o'zim, 3 yildan beri. 3 yildan boshlab EPA ishlatasiz. Bu yangi o'xshayapti, yaqinda olgansiz kelar buni? Ha, buni yaqinda oldim. Qarigim, shu 2,5-3 yil ishlatdim bittasini. EPAni ishlashni boshlaganingizga 3 yil bo'ldimi yoki undan ko'proq? Undan oldin ham EPA ishlatardim. Ha, tushunarli. Oldin ham EPA ishlatardim. Shu 2,5 yil, 3 yilga yetadi EPA, Xudoga shukr. EPAdan boshqa narsani ishlatmayman. Biz anchadan beri qadrli mijozlarimizdan biri ekanlar. Bolgarkamizni nima ish uchun ishlatasiz? Qanaqangi ish uchun? Konteyner kesish. Shu mana shu mahsulotlarga ishlataman. Asosan temir mahsulotlar. Konteyner kesish uchun, og'ir ish uchun ishlatar ekanlar. Og'ir ish uchun ishlataman. Ko'pga chidaydi ham, chidamli ham, qulaylik qandaydir. Servis xizmatlarimiz bor, kafolatimiz 1 yil, ha? Bo'ldi. Tushunarli aka. Qimmatli vaqtingizni ayamagan uchun rahmat. Arzimasa ham aka, shuni kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz aka. Siz savollarimizga javob berganingiz uchun yana bir marta rahmat, ishlaringizga omad. Hurmatli obunachilar, bular faqat EPA ishlatadigan ustani oldiga boryapti deb o'ylamanglar. Ko'rishlaring mumkin. Har 2 qadamda EPAni bolgarkasi yotibdi, o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Assalomu alaykum aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uzr. 1 minut vaqtingizni olaman. Uzoqda mana shu mahsulotimizni ko'rib kelyapman. Necha vaqtingizni ajratsangiz, 2-3 ta savollarimiz bor edi. Shuni ushlab olasiz. Aka, birinchi savolimiz nimaga aynan EPAni tanlagansiz? EPA endi boshqa nimalarga qaraganda baquvvat. Именно mana shu biz konteyner lislarini, qalin narsalarni kesgani chidamli. Ha. Boshqa bolgarkalardan ishlatdik. Birpasda shestrna yakunlari ketib qolgan. Bular baquvvat, yaxshi effekt beryapti. Ha. Shu tomonlari qulay. Xo'p. Qanchadan boshlab ishlatasiz aka EPAni? Xo'p. Men olganimga 1 yil bo'ldi, lekin ustamiz anchadan beri ishlatadi. Faqat shuni ishlatadi. Siz EPA mijoziga aylanganingizga endi 1 yil bo'ldimi yoki? 1 yil bo'ldi. Ha. Yangi mijozimiz ekanlar. Xudo xolasa yana bundan keyin ham uzoq yillar bizning mahsulotimizni tanlaylar degan umiddamiz. Aka, bizga qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat.
kam bo'lsa ham aka mana shuni ko'p o'rinda ko'rasiz aka. Yana bir marta rahmat. Xo'p aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka uzr, ishdan chalg'itdim. Shu mana shu EPA degan yozuvli bolgarka meni uzoqdan ko'zimga tashlandi-da, shunga kelishga majbur bo'ldim aka, kelmasam bo'lmasdi. Nimaga aynan EPA tanlagansiz? EPA qulayliklari har xil hajmda bolgarkalari bor. Misol apparatlari, svarishli boshqa apparatlari ham bor. Ishlashiga kelganda svarkalar ham EPA ekan-a? ham bor. Ha. Ishlashiga kelganda отказ qilmaydi, yaxshi ishlaydi, zo'r ishlaydi. Xudoga shukr, shu kungacha mana ishlatgan bo'lsak, shuncha apparatni bir yomon narsani ishlatganimiz yo'q-da. Qaysi soha uchun ishlatasiz aka, qanaqa ish uchun? Shu svarka ishlarimizda shu materiallar, misol stol, stul chiqaramiz, lesa chiqaramiz. Stol, stul, lesa. Ha, lesa, apalovga chiqaramiz, misol list, turbalarni kesamiz. Shularga ishlatamiz. Svarishli apparatimiz ham juda chiroyli ishlaydi, yaxshi ishlaydi. To'k chachimaydi. Hali uyaltirgan yo'q. Yo'q, to'k chachish boshqa, misol turbalarni ulaganimizda ham to'k chachib bir iskirasi ko'payib ketmaydi. Ha. Yaxshi ishlaydi. Bolgarkasi ham misol boshqa apparatlarni ham, misol sho'rpayorlarni ham ishlatganmiz, xudoga shukr, zo'r. Necha yildan boshlab ishlatasiz aka? EPAni aka to'shni yilini aytolmayman. Ha. Bolgarkani misol ancha o'rgan kelganiga bolgarka ham misol EPA apparati, misol EPA paydo bo'lgandan beri ishlatamiz. Shunchalik uzoqligidan hatto qancha necha yil bo'lganligini ham eslashadi ekan, deyay. Ancha yildan basi ushbu akamiz bizning mijozimizlar. Aka, bizga qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sizga aka, kattakon rahmat aka, ishlaringizni omad tilab qolamiz. Aka, bitta sizni vaqtingizni o'g'irlasam maylimi aka? Vaqtingizdan chalg'itaman endi aka. Aka, EPA ishlatar ekansiz aka? Nimaga EPAni tanlagansiz aka? Shuncha brendlar bor. Hurmatli obunachilar, ko'rdilaring. Ko'p ustakalarimiz oldiga borganimizda gapirishga xijolat bo'lishyapti. Lekin baribir gapirmasalar ham o'zlaring ko'rdilaring, mahsulotlari hammasi EPA bolgarka va EPA toshlarni ishlatishar ekan. Bu Tomdek akamiz ham EPA ishlatgan bo'lishlari kerak. 99% bunga aminman. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka, uzr, sizni ishdan chalg'itdim. Yo'q, bemalol mazmun aka. Aka, bitta ikkita savolim bor ekan. Adashmasam qo'lingizda bolgarka? EPA aka. Ana, nima dedim? Shu narsa uchun keldik aka. Bitta ikkita savollarim bor, agar qimmatli vaqtingizni ayamasiz. Bemalol aka. Nimaga aynan EPA ishlatasiz aka? Shuncha mana bozorda ko'p kompaniyalar, ko'p brendlar bor. Endi aka, EPA deganda eng bir ishonchli brendda necha yildan beri esimizni taniganimizdan beri EPA desa odamni ko'z oldiga bir ishonchli, baquvvat, har qanday ustani ko'z oldida EPA desa nima paydo bo'ladi-da? Ishonch. Necha yildan beri O'zbekiston bozorida baquvvat bitta bolgarkasini misol uchun 5-6 yil ishlatadi bitta odam, o'rtacha, bemalol. Tezda buzilib qolmaydi. Qanaqa soha uchun ishlatyapsiz aka buni? Bizda asosan aka men ko'rganingizdek konteyner, stol shunaqalar. Asosan og'ir sohalarga. Konteynerimiz kesib turgan listlarimiz ham eng yuqorisi 2lik bo'ladi, bo'lmasa 4lik, 5likgacha bo'lgan nimalarda ishlatamiz. Bemalol epilaveradi bizniki. Bemalol aka, umuman qiynalmaydi. Sir bo'lmasa aka, necha yildan beri EPA ishlatasiz? Biz aka mana shu yerda yashab esimiz taniganimizdan beri EPA ishlatamiz. O'zimiz shu sohaga kirib ishlayib turganimizga 5-6 yil bo'lib qoldi. Ishlatish boshlaganimizga 5-6 yil bo'ldi. Bundan oldin ham endi akalarimizni ko'rib yurganmiz, doimiy EPA ishlatib berishgan. Tushunarli aka. Shu ustalarimiz ichida olgan intervyularimizdan eng yaxshilaridan biri shu akamizniki bo'ldi. Ya'ni o'ta sifatli gapirishdi, chin ko'ngildan gapirishdi. Qolgan mijozlarimizga nima deb qolgan bo'lardingiz aka? EPAni tavsiya qilamiz aka, o'zi eng ishonchli, hamma har qanday sohada bo'lib keladigan, uyaltirib qo'ymaydigan brend EPA. Aka, samimiy gaplaringiz uchun mingdan ming rahmat.
ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana hali hamkorligimiz uzoq yillar davom etadi degan umiddamiz. Aka, charchamang. Hurmatli obunachilar, mana bizni Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'iga uyushtirgan safarimiz ham qaridi, o'z nihoyasiga yetdi. Safarimiz mobaynida shunga amin bo'ldikki, bu yerda bizni EPA mahsulotlarimiz, aynan bolgarka va kesuvchi disklarimiz bu yerda juda mashhur ekan. O'zlaring ko'rdilaring, har bitta sex fabrikaga kirsak, kamida 2-3 tadan shu kesuvchilik bolgarkalarimizdan turibdi. Toshlarimiz, suyli toshlarimiz ham bor ekan, porselin ham bor ekan. Kaka toshlarimiz ham bor ekan modeldagi. Ko'pchilikni oldiga bordik, lekin o'zlaring ko'rdilaring, ko'pchilik bizga intervyu berishga, ya'ni savollarimizga javob berishga ko'pchilik xijolat bo'ldi. Shunga qaramasdan, lekin biz o'z maqsadimizga erishdik. Ya'ni bu yerda shu chilangar sohasida ustalar qanaqangi brend mahsulotlarini ishlatishlariga qiziqqan edik va o'zimiz uchun javobga, shu savolga javob topdik. Ya'ni ko'pchilik shu biz taxmin qilgandek EPA bolgarkalarni, EPA mahsulotlarini ishlatishar ekan. Hozircha hurmatli mijozlar, biz uyga qaytyapmiz. Keyingi videolarni ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar va ushbu videoga albatta like bosib, chilangar sohasidagi tanishlaringizni jo'natib qo'yinglar.